Alma telefonu, alma kompüterlerini hemmimiz bilimiz. Mana Steve Jobs. Şunami Steve Jobs gerçi ölüp kesimi nurgullar tehiç bilimiz. Nurgullar tehiç tunuymiz. Bunu ustaz orunda görümüz özümüzden. Steve Jobs'un yaktırgan nurgullar maş kitabını diyen bu kitabın asli bası 45 koyken toq bugün qadi kitabını gönjü qılıp muş film qayaqsı jürek vergen dostlarga faqat 12 koy bütün Jungo'da kirasiyaksız aldınqı 100 tane muşundaq bir mə astıdık seri qarıvdan yaktırgan dostlar tizarıq setib alыңlar. Kitapның bahası əsliga qaytib üsüb ketgan vaqtda voy endi alay desam anna xo'p qipti degan gaplarni anglamay. Endi bu yerga Steve Jobs mash IT sohasidagi bir rivoyatli shaxs, shundami? Bu bir butun insoniyat turmush usuliga g'oyat zo'r o'zgarish olib keldi. Mash alma telefon orqali, shundami? Uningdan burunqi butkul PC davri, ya'ni mana bunda kompyuter orqali to'g'ri chiqib butun mashg'ulot buni qildigan ishni biraqla mana o'tkazdi. iPod, iPad, iPhone, iPad mı? Maşı IT sohasida telefon bilan kompyuterning o'rtasidagi uchinchi bir uqum bo'lib shakllandi. iPadni mı ishlatmaganlar nima zarurati deb o'ylaydi, lekin ishlatib kunib qolganlar, bak bilan narsajimu deb biladi. Mash kitap ham iPad minining cho'ngligida, ama Steve Jobsning hayotini bir tushunib baqay, mash odamni bilib baqay deganlar, astidagi seri qarabdan tizarroq setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.